Qaynona oyijonimni 20 yillik retseptlari asosida baqlajonli achika yopamiz. Katta-katta to'ralgan baqlajonni qizartirib, yog'da qovurib olamiz. Qizil-yashil bolgarskiy, katta-katta to'ralgan piyoz. Yaxshi ko'rmasangiz ham dungan qalampir qo'shib yuborishingiz shart. Baqlajondan qolgan yog'imizda 5 minutgina qovurib olamiz. Undan ko'pi xuddi o'sha qozonimizda tegida qolgan yog'i bilan 6 kilo мясорубкаdan chiqqan pomidorga tuz, shakar, olma sirkasi qo'shib yarim soat qaynatib olamiz. Ukrop kinzasi sal tirikroq bo'lsa boshqacha aromat beradi. Sabzavotlarimizni pomidor so'kiga 20 minut qaynatib olamiz. Bir o'xshab chiqadigan to'liq retseptni video tagida. Yopish yaxshi ko'radigan tanishlaringizga videoni jo'natib, yuringchani bosib qo'ying, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Shuni qo'l berish kerak. Quruq chochov bering. Aka. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. Bu o'zi ham o'choq hidi bo'lib ketibdi-yu. Ko'pun plus kapsulalar bo'lsa tez yordamga keladi. Boshqa kapsulalarga umuman o'xshamagan. Ichida granulari borligini hisobiga hidi uzoq turadi. Hech qanaqa konditsionerlar ham umuman shart emas. Har bitta kapsula 7 kilo kirga mo'ljallangan. Ko'pun plus kapsulalar bilan hech qanaqa atram shart emas.